O'ylamagan narsalar ekanda. Qo'ying, uyaltirmang. Marhamatliklarimiz bilan mantiqiy savollar o'tkazamiz. Qani ketdik. Nima sizga tegishli, lekin sizdan ko'ra ko'proq boshqalar foydalanadi? Menga tegishli ko'proq nima foydalanadi? Telefon yaqin. Savolingiz boshqa qaytaman. Nima sizga tegishli, lekin sizdan ko'ra boshqalar foydalanadi? Menga tegishli narsalar faqat buyumlarmi yo jonli nimalardan kiradi? Menga tegishli oilam. Birinchi oilam. Chunki ularda tarbiyasi birinchi o'rinda men uchun. Yo'q, sizga tegishli bu ism. Siz ismingizdan ko'proq boshqalar foydalanadi. Elektr poyezdi sharqqa qarab ketayotgan bo'lsa, uni qaysi tomonga uchadi? Elektr poyezdida tushum bo'lmaydi. Marhamat tumanida eng birinchi tashkil etilgan o'quv markazi qaysi? Turon o'quv markazi. Qaysi narsani sindirsangiz, undan foydalanishni boshlaysiz? O'zingiz foydalanasiz bu narsa. Hozir bilmayman. Javobi tamom. To'xtang, yana savolimiz bor. Ko'zi bor, lekin ko'ra olmaydi. Bu nima? Bilmayman. Igna. Igna. O'ylamagan narsalar ekanda. Qo'ying, uyaltirmang. Yo'q, yana bitta. Turon o'quv markazi haqida nimalarni bilasiz? Turon o'quv markazi endi yoshlarimizni nimalarga? Kasblarga tayyorlaydi. Endi men bilishimcha 25 yildan o'tdi shekilli ochilganiga emas. 31 yil bo'ldi. 31 yil bo'libdimi? Men yangi ochilganda endi o'sha yerda nimasi bo'lganman? Klienti bo'lganman o'sha yerda. Yaxshi. Zo'r ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz.